Hoji aka, sizga bundan kattasini topa olmadim. Shu hoji akalarga shunaqa shikala joy topib qo'ydim, akalar. Qizg'aldoq mahallaga kelganmiz. Shunaqa zo'r joy chiqib qoldi. Ko'ryapsizlarmi, betonkadan 200-300 metr tushib kelganda, shunaqana katta yo'lli yuzda joylashgan. Umumiy 3 etajli, 4 urvelli mana shu ko'rib turgan bino srochni sotilyapti ekan, akalar. Nimaga sizlarga tavsiya qilaman, men kelajakda eng zo'r yuradigan biznes joylarda ko'ryapsizlarmi, oldilari полностью yangi nastroykalar tushyapti, ketma-ket biznes sentrlar. Yana katta yo'lli yuzasida, bu ham yetmaganda betonkadan 200 metr tushganinglarda umumiy 1544 kvadrat bo'lyapti, akalar. -1 podval bo'ladi va birinchi etajni o'zi 380 kvadratdan joylashgan. Podval va birinchi etaj 380 kvadratdan, 3 va 4-chi etajni ko'radigan bo'lsak 400 kvadrat metrdan joylashgan bo'lyapti. Ichkari remontlarni ko'ryapsizlar, oppoq holatda. Sizda qanaqadir biznesingiz yoki brendingiz bormi? Mana sizga tayyor variant. Biznes center, nejiloy joylarning oldida parkovkasida eng ko'p katta bo'ladigan muammo parkovkada. Ko'ryapsizlarmi, bu yoqning oldidan yo'lgacha qancha joy borligini, avtoparkovchnik joy sifatida bemalol foydalansanglar bo'ladi. Tayyor remontli. Kelasiz, biznesingizni yuritasiz. Nejiloy joy, akalar. Bundan ortiq variant topolmadim sizlarga. Pastda egalar nomerini qoldiraman, bemalol savdolashib olsangiz bo'ladi.